Falastinlik bolalarning so'nggi vasiyatlari. Rasha al-Arirning so'nggi vasiyati. Iltimos, ortimdan ko'z yosh to'kmang. Chunki sizlarni yig'lab turgan holatda ko'rish meni qayg'u va alam ichida qoldiradi. Kiyimlarimni muhtojlarga bering. Aksessuarlarim, soatlarim, o'yinchoqlarim va daftarlarimni ham ularni kerakli kishilarga ulashing. So'nggi iltimosim, ukam Ahmadga baqirmang va vasiyatlarimni unutmang, iltimos. Ammo taqdir nihoyatda shafqatsiz bo'ldi. Rasha bilan birga u mehr bilan ayagan ukasi Ahmad ham hayotdan ko'z yumdi. Ikkinchi vasiyat. Men Umar al-Jimasi, Abdulkarim ismli bir boladan 12 shekel qarzdorman. Shekel bu Falastinning pul birligi. Aziz oilam, sizlarni juda yaxshi ko'raman. Umid qilamanki, siz namozni, Qur'on o'qishni va duo qilishni hech qachon unutmassiz. 2024-yil 18-mart kuni 15 yoshli Umar va uning singlisi Layan Isroil tomonidan G'azoga qilingan hujumda bobolari bilan birga halok bo'lishdi. Ularning orzulari, kulgusi va vasiyatlari g'ishlar ostida qolib ketdi. Isroil tomonidan 2023-yildan beri amalga oshirilayotgan hujumlarda har kuni o'rtacha 30 nafar bola o'ldirilmoqda. Bu degani har 45 daqiqada bir bola hayotdan uzilmoqda. Bolalik esa yer ostida, vayrona orasida vasiyatlarda qolmoqda xolos.